Bir marta bo'lsa ham sen to'lagin, o'zi hech nima yemadik. 3 yildan beri o'rtoq bo'lsak, faqat men to'layman. Hozir pulim yo'q-da, to'layman. Qachon puling bo'ladi? Sen vechna puling yo'q. Maftuna, voy, qalaysan? Yaxshimisan? Bo'lmisan? O'zingchi tanish bu Imona. Qalaysan? Bu Mahliyo o'rtog'im. Uspешная, puli ko'p vashi. Voy senchi? To'xtanglar. Qizlar, bugun men to'layman. Normalniy joyga boraylik. Maftuna? Shunaqa shedri o'rtoqlaring bor ekan, tanishtirmaysanmi voqliroq? Ketdi, yuringlar. Amaki nech pul bo'ldi? Men to'lavordim. Uyalmaysanmi, Maftuna? Hamma narsaga mana shu bechora pul to'layar ekan. Nimaga, Etkin? Sen ham biror marta odam bo'lib pul to'lagin, nimagadir? Qanaqa o'rtoqsan, a? Biror marta nimagadir pul to'lagin, iltimos sendan. Bechora. Rostdan o'shami? Voy, chuvasanmi? Hali ham dovdirib yo'lda kelyapti-da, men buni ko'rmadim, menga turib ketdi, bu o'sming to'kilib ketdi-da. Voy, uni hayotim dabdala bo'lib ketdi. Boru ajrashib keyin qamaldi. To'xtanglar. Qizlar, g'iybat qilish yaxshi ish emas. Hali seni do'sting g'iybat ham qilmaydimi? Men ham hozir bildim. Eslamaydi dema. Har dam yonimdasan. Jon do'stimsan. Tanamdagi qonimdasan. Men bunaqa do'sti bor do'stga nomunosibman. Men ketdim. Qachondan beri bunaqa do'st bo'lding? Yaxshi, puli ko'p. Pulni qayerdan to'lading? Kartani boshqa stol ustida qoldirma. Men kartamni ishlatdim. Yo'q, men kartam. Voy, sen. Ey, bu voy. Молодец lekin.